Qancha ekan? 140. Assalomu alaykum. Qancha ekan bahsi? Bahsi 110 dot. 110 da otasi. Siznikichi? 110 dot. Qancha ekan? Assalomu alaykum. Qancha otasi aka? 110 dot. Bundan chiqadi? Jaskagunan. Jaskagunan chiqadi. Assalomu alaykum. Qancha ekan? 60'dan bak. 60 da otasi. Urg'achi? Tartotding bloger bo'lib. Kel, siznikini adış tartayın da qo'y. Assalomu alaykum. Yaxshi. Alayın dot. Niye öyle? Yo'q, videoga tartotdim. Reklama qildim da. Shunday donerim ko'p ketdi. Yo'q, telefon bilan o'zim reklama qildim. Qancha do'stlar? O'zingdek bormaysizmi? Ey, bo'lmagan. O'zingdek bor. Ey, konta aytasiz. 60 dan so'rayapti. 60. Urg'achi erkak. Erkak. Qancha do'st paykasiz? Ucho'tang erkak 60 dan. Baxtiyor aka, berdilar o'sbu? Ha. Men azman videoni tartib qo'ying kelamizga. Assalomu alaykum. Yaxshilar-ku? Qancha do'stlar? 70 dot. 70. Urg'achi? Urg'achi. Assalomu alaykum. Qancha do'stlar? 70 dan. 70 dan. Assalomu alaykum. Qancha do'stlar? 65. 65. Bulchu. 58. 58. Bekotning erkak urg'achi u. Erkak. Bekotning erkak. Sizlar-ku? Iya. Yaxshilar-ku? Yo'q. Sen alat degan. Assalomu alaykum. Qancha ekan? 58. Assalomu alaykum. Qancha do'stlar? 65 dan. Bazı qanday do'stlar? 60. 60. Assalomu alaykum. Qancha do'stlar aka? 46. 46. Bulchu. Urg'achi. Urg'achi. 50. Assalomu alaykum. Qancha do'stlar aka? 47. 47. Urg'achi? Erkak. Erkakku. Qancha ekan bas? 70. Bu qancha aka berkinsiz? Ekotingni birdaymi? Assalomu alaykum. Qancha ekan aka? 67. 62. Erkak ekoting, urg'achi. Sen ne dedin? Dalma bir gelin. Assalomu alaykum. Qancha do'st aka? 90 dan. 90 mi?
Asavul. Qanchada o'tib aka? 125. Qanchani tug'an? 3-4 tug'anmi? Bunun bazı qancha ekan? 150. 150. Asavul. Qandaysizga, yaxshi? Yaxshi qanasiz aka? Qanchada o'tib aka? Ya. 120 ya. Stikechi. 35. Vergili. Aka sizlarniki? Ha, Qanchada o'tsizlar? 150. 150 ya. Qanchasi tugan bu? Jangmi? 400. 4-sini. To'g'ri, ama 100 to'g'ri. Bo'z bu. Qizir. Ha, qizir. Negiz bozor qanday bo'ladi? Ya, Bozor qanday bo'ladi? yaxshi bola. Qayda? Çoğun atlar жактышымен бүгүнкү менен жыйынтыктайбыз. Каналга жазылып, подписка болуп, колдоп туруңуздар.